Aziz teletomoshabinlar, siz jonli efir orqali Mahalla telekanalida Kun nafasi loyihasini tomosha qilmoqdasiz va studiyamizga navbatdagi mehmonimiz ham kelib ulgurdilar. Ularni tanishtirib o'tsam, Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi direktori, ma'naviyat targ'ibotchisi Hafizaxon Karimova. Assalomu alaykum Hafiza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelibsiz? Salomatmisiz? Marhamat. Suhbat avvalida teletomoshabinlarimiz bilan so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlarni bugun ko'rib turganimdan xursandman. Sizlarga xayrli kun. Bugungi kuningiz fayzli o'tsin, maqsadli o'tsin va yaxshiliklarga boy bo'lsin. Ilohim, aytganingizga. Qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Yurtimiz bo'ylab bayram shukuhi hali ham kezib yuribdi. Men buni yuz-yuzda ham ko'rib turibman. Albatta. Sog' bo'ling. Kitob ma'naviy boylik. To'g'rimi? Albatta. Kitob o'qigan inson fikrlaydi, mulohaza qiladi, so'z boyligi oshadi, dunyoga boshqacha nigoh bilan qaraydi va shu bilan birga ogoh bo'ladi. U nima deydi? Befarq bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Kitob shunga insonni undaydi. Va hozir mana kitobxonlik yana ham yurtimizda rivojlanyapti. Kitobga bo'lgan insonlarning mehr muhabbati oshib boryapti. Bu sizga qo'shimcha mas'uliyatlar yuklayapti. Albatta, to'g'ri. Yurtboshimiz tomonidan birinchi navbatda mana shu saylov paytidan boshlab kitobxonlikka e'tibor bergan. Saylov oldi uchrashuvlarida ham birinchi navbatda kitobxonlik oiladan boshlanishi kerak. Har bir oilada kitob bo'lishi kerak. Va kutubxonalarga, kitobxonlikka katta e'tibor berganligi bizni sohani ham rivojlantirishga bir qandaydir huquqiy asos soldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki birinchi navbatda biz umuman unutib qo'ygan edik. Menimcha-da juda ham xursand bo'ldimki, shu prezidentimizning e'tiborlari 19-yilda shu kitobxonlikni yanada rivojlantirish, axborot kutubxona markazlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilingandan keyin bizning yurtimizga, xalqimizga, ayniqsa kutubxonachilarga 3 ta bir muhim muqaddas tushunchani qaytarib berdi. Bu kitob, kutubxona va kitobxon. Bularni eshitsam juda ham faxrlanib ketaman. Chunki hozirgi kunda har bitta viloyatda va Toshkent shahrida jami 186 ta axborot kutubxona markazlari tashkil etildi. Har bir tumanda tashkil etilishi bu aholini va ayniqsa yoshlarimizni ma'naviyatini yuksaltirishga mustahkam zamin bo'lib yaratilmoqda. Xizmat qilyapti. Hozirgi kunda yangi kutubxonalar qad ko'taryapti. Kitob o'qigan inson rag'batlantirilyapti. Yoshlarimiz kitob o'qish orqali ota-onalariga mashinalar mindirib qo'yishyapti. Yosh oilalarning kitobxonlikka qiziqishiga juda ham bir turtki bo'ldi. Bu albatta kutubxonachilarga, bizga juda ham yuksak mas'uliyat yuklaydi. Biz ham ilmiy, ijodiy yondashgan holda faoliyat ko'rsatib kelmoqdamiz. Ajoyib. Hafizaxon opa, mana siz rahbarlik qilayotgan Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi bugungi kunda tashrif buyuruvchilarga ko'rsatayotgan xizmatlar haqida ham ma'lumot bering. Qanday qulayliklar bor? O'sha kitobxonlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Bizi Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi qariyb 80 yildan ortiq yil davomida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Tarixiga bir nazar tashlashni loyiq deb topdim. Bu 1937-yilda Turkiston general gubernatorining Kuropatkinning dala hovlisida tashkil etilgan ekan. Asos solingan bu kutubxonaga. 10 ming kitob fondi bilan. Yillar o'zgarishi bilan joylari o'zgargan, fondi rivojlanib bordi va 2006-yilda Toshkent shahar kutubxonasiga aylantirilgan. Va keyinchalik hozirgi kunda shu 10 ta tumanda tashkil etilgan axborot kutubxona markazlariga, oliygohdagi, texnikumlardagi, maktablardagi kutubxonalarga ilmiy uslubiy markaz sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bizda turli yo'nalishlar, kutubxonaning ham o'zining yo'nalishlari bor. 7 ta yo'nalishlar orqali biz ularga uslubiy markaz sifatida yordam beramiz hamda shu bilan birga kitobxonlarga yordam beramiz. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatamiz.
hozirgi kunda bizda kutubxonamizda albatta zamonaviy texnologiyalar bor. Respublika yig'ma elektron katalogi yaratishda biz ishtirok etamiz va yangi chiqayotgan adabiyotlarni kitobxonlarning talablari asosida fondimizni boyitib boramiz. Hozirgi kunda 180 mingdan ortiq fondga egamiz. Va bularni elektron formati ham bor, a? Albatta, bu hozirgi kunda sekin astalik bilan fondimizni kitob holatidan elektron variantlarini yaratgan holda biz hozirgi kunda kitobxonlarga ularga imkoniyat yaratib beryapmiz. Bu respublika miqyosida olib borilayotgan harakat O'zbekiston, Koreya davlatlari o'rtasidagi hamkorlik natijasida hozir UZNEL dasturida ishlaymiz. Ana shu UZNEL dasturida bir-birimizni takrorlamagan holda biz elektron katalog yaratyapmiz. Chunki boshqa viloyat bajargan amalni biz qaytarmaymiz. Siz elektron variantga yaratgan adabiyotni bizda ro'yxatga olinadi. Biz boshqa bir adabiyotlarni kiritish lozim. Kitoblarimiz chiroyli muqovalarda go'zal qilib yangidan nashrdan chiqyapti. Ko'rib insonni ko'zi quvonadi. Varaqlagan saringiz varaqlagingiz keladi, to'g'rimi? Yoshlarga yoqadigan, bolalar uchun ham yangi kitoblarimiz nashrdan chiqyapti. Nashriyotlar bilan ham aloqalar haqida aytsangiz yaxshi bo'lardi. Juda ham yaxshi savol. Biz nashriyotlar bilan hamkorlikda ishlashimiz kerak. Chunki bizning kitobxonlarimiz qanday asarlarni yoqtiradi, ular yana qanday adabiyotlarga ehtiyoji bor. Shuning uchun biz hamisha ulardagi chiqayotgan adabiyotlarni ro'yxati bilan tanishib boramiz hamda albatta sifatiga e'tibor beramiz. Biz ular bilan hamkorlik qilib fondimizni to'ldirmas ekanmiz. Fondimizda adabiyotlar sekin asta kitobxonlar tomonidan o'qilgandan keyin ularning yangi adabiyotlarga bo'lgan talablari ortib boradi. Shuning uchun biz ular bilan hamisha hamkorlikda ishlaymiz. Mana bu yil ham quvonchli bir voqea bilan boshlandi deb aytishim mumkin. Ya'ni prezidentimiz 15-yanvarda 9-sonli kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan maxsus qaror qabul qildi. Ana shu qaror bilan nima uchun men buni eslayapman, nashriyotlar to'g'risida. Nafaqat u yerda kutubxona, nafaqat kitob, balki mualliflarga e'tibor berilgan. Nashriyotlarning faoliyatiga e'tibor berilgan. Har bitta yo'nalish bo'yicha alohida loyihalar qabul qilingan. Masalan, mualliflar, eng yaxshi muallif yoki bo'lmasa eng yaxshi kitobxon va har bitta davlat korxonasida davlat xizmatchisi bo'ladimi yoki boshqa bir ta'lim muassasasi bo'ladimi, ishlayotgan, faoliyat olib borayotgan xizmatchi kitobxon bo'lishi kerak. Kitobxon burchaklari tashkil etish. Masalan, bir yilda eng faol kitobxonga moddiy rag'batlantirish bor u yerda. Yoki bo'lmasa kitobxonlar klubi, jadidlar kutubxonasini tashkil etish, yoshlar o'rtasida jadidlarimizni faoliyatini chuqur o'rganish va kelajakda ularni targ'ibotini amalga oshirish, atrofdagi yoshlarga o'rnak bo'lish natijasi bor bu yerda. Yoki bo'lmasa umuman O'zbekiston aholisining har birini bir yilda 10 ta kitob o'qishiga erishish asosiy maqsad. Ajoyib. Mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Hafizaxon opa, siz yaqindagina o'tgan yili adashmasam, xotin-qizlarni kitobxonlikka targ'ib qilish mavzusida ilmiy ish dissertatsiya yoqladingiz, doktorlik ishingizni yoqladingiz, to'g'rimi? Mana shu ish jarayonida ilmiy izlanishlaringiz natijasida aynan qizlarni, ayollarni kitobxonlikka jalb qilish, kitobxonlik bilan band qilish borasida nimalarga ahamiyat berish kerakligini tushundingiz ilmiy izlanishlar natijasida? Albatta, men bunga juda ham qiziqqan edim. Ayniqsa hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan ayollarning ijtimoiy faolligiga, ularning davlat va jamiyat qurilishida va ayniqsa oilada sog'lom muhit yaratilishiga katta e'tibor berilyapti. Albatta. Qonuniy huquqiy asoslarda ham juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Ana shunday imkoniyatlardan foydalangan holda men ham bir baxtli ayolman. Chunki saylovlar to'g'risidagi qonunda ham ayollarga alohida kvotalar berilgan. Nomzodlik ko'rsatilishi, mahalliy kengashlarga, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga. Shuning uchun men juda ham qiziqdim bu sohada va shu kitobxonlikka qiziqtirish orqali ularni ijtimoiy faolligini oshirishda
o'rganishni oldimga maqsad qilib qo'ygan edim. Albatta buni hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar asosida, masalan, an'anaviy tartibda qanday ularni faolligini oshirish kerak, ular bilan suhbat o'tkazish, alohida anketa so'rovlarini o'tkazdim yoki bo'lmasa ularni kutubxonamizga chaqirgan holda ular bilan alohida shug'ullanish kabi jarayonlarni o'tkazdim. Kitobxon onalar kuni o'tkazish yoki bo'lmasa an'anaviy tartibda ular bilan qanday suhbatlar o'tkazish kerak yoki bo'lmasa qanday tadbirlarni olib borish kerak va shu bilan birgalikda zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarga tayangan holda ular bilan ishlash yo'llarini amalda tatbiq etishga erishdim. Va albatta so'rovlar natijasi meni quvontirdi. Shunday tushunchalar borki, ayol kishiga nima kerak o'qib, rahbarlik nima uchun kerak, oilada o'tirsin, bola tarbiyasi bilan shug'ullansin degan fikrlar bor edi-da. Lekin mana shu fikrlar hozirgi kunda o'zgargan. Bu meni juda ham quvontirdi. U yerda men shunday bitta savol qo'ygan edimki, ayol kishi senator, ayol kishi vazir, ayol kishi rahbar, ayol kishi direktor yoki bo'lmasa deputat Oliy Majlisda, shahar kengashida. Mana shularga agar qanday munosabatingizni bildiring deb savol berganimda, ishtirok etgan respondentlarning 90-95% yoqlagan. Ijobiy fikr bildirishgan. Demak, ular buni qabul qilishyapti, ular bajonidil qabul qilishyapti. Hozirgi kunda yaratilgan ayollarga yaratilgan imkoniyatlardan maqsadli foydalanyapmiz. Demak, aholini, ayollarimizni va umuman fikri o'zgargan hozirgi kunda. Zar qadrini zargar biladi deydi. Siz mana ma'naviyat posbonisiz. Sizga o'xshagan jonkuyarlar, fidoyilar bor ekan, kitobga bo'lgan mehr muhabbat so'nmaydi insonlar qalbida. Kitob ham nondek aziz narsa. To'g'rimi? Uni bilgan biladi. Bilgan biladi. Har bir inson, men o'ylaymanki, uyida mo'jazgina kutubxonasi bo'lishi kerak. U qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar. Mo'jazgina kutubxonasi bo'lishi kerakki, o'shani ota o'zi bir bor varaqlasa, o'rnak bo'lib varaqlasa, farzand ergashadi. Nabira ergashadi, ayoli ergashadi. Bu mo'jazgina kutubxonani yaratishda siz bilan biz ularga jonbozlik ko'rsatmasak, ularni rag'batlantirmasak qaysidir ma'noda bu narsani an'anaga aylantirsa bo'ladimi? Har bitta oiladagi o'sha mo'jazgina kutubxona yaratishda. Albatta, bu har bitta oilada kutubxona bo'lmasa bo'lmaydi. Ana shu savolnomamda bu ham bor. Albatta, shaxsiy kutubxonangiz mavjudmi? Qanday javob berishdi? Ko'pchilik bor dedi. Ko'pchiligi bor. Ba'zi bir yo'q degan javoblar ham bo'lgan, lekin aksariyatda kutubxona bo'lishi kerak, ha kutubxonam bor degan savollarni oldim. Keyin yana u yerda shunday nima bor ediki, qanday kutubxonalarga a'zosiz va kutubxonaga bir oyda necha marta borasiz kabi shunaqa savollar bor edi. Albatta bu juda ham o'zini yaxshi ijobiy natijasini berdi. Har bir xonadonda kutubxona bo'lmasa bo'lmaydi. Va hozir doimiy men buni targ'ibot qilib kelaman. Farzandlarimizni, yaqinlarimizni tug'ilgan kunlariga qimmatbaho narsalarni sovg'a qilamiz. Nimaga endi kitob emas? Kitob sovg'a qilishimiz kerak. Albatta, axir kitob eng qimmatbaho sovg'a. Eng qimmatbaho sovg'a bu kitob bo'ladi. To'g'ri. Ana shu kitob bo'lsa, birinchi navbatda ana shu ota, ona va ayol kishi agar ma'naviyatli bo'lsa, farzand ham albatta ma'naviyatli bo'ladi. Jadid bobolarimiz ham aytib o'tishgan. Ayollar, masalan, Fitrat o'zining oila asarida aytib o'tganki, ayollar faqatgina oilaning turmush muammolari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ular boshqa ishlar bilan, kerakli, zaruriy bo'lgan faoliyat bilan albatta shug'ullanish kerak, ulardan foydalanish kerak. Albatta, axir olima onalardan olim yigitlar, olim qizlar dunyoga keladi, olimlar tarbiyalanadi, to'g'rimi? Shu sababdan ham biz jamiyatimizda aynan ayollarga ko'proq e'tibor qaratishimizning asosiy mazmuni ham, mohiyati ham shunda. Ko'proq ayollarimiz rivojlansa, ularning ma'naviyati oshsa, kitobxonlikka qiziqishlari ortib, ko'proq kitob o'qib, ma'naviy dunyoqarashlarini kengaytirsa, ana shu xonadonda, ana shu
uyda olimlar, olimalar tug'ilaveradi va kamol topaveradi, to'g'rimi? Yurtboshimiz ham bekorga aytmaydi-ku, qiz farzandni o'qitsang, ana shu oilada va jamiyatda albatta o'zgarish bo'ladi. To'g'ri. Yoki bo'lmasa Behbudiy bobomiz aytganlar, millatni bashariyatning onalari tarbiyalaydi deb aytgan. Shuning uchun agar onalarimiz mana shunday yuksak ma'naviyatli bo'lsa, demak farzandlarimiz ham yuksak intellektual salohiyatli farzandlar bo'lib yetishadi. Mana kutubxonalarda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda va yaqindagina aynan shu ayollar mavzusiga to'xtalganda e'tirof etib ketaylik. Kutubxonada Kitobxon qizlar tanlovi bo'lib o'tdimi? Kutubxona malikasi. Kutubxona malikasi tanlovi bo'lib o'tdi. Mana shu jarayonlar haqida ham gapirib o'tsangiz. Rahmat, eslatdingiz. Hozir asosan kutubxonalarda ayollar ishlaydi, qizlarimiz ishlaydi. Albatta hozirgi kutubxonachidan oldingi kutubxonachilarimiz tubdan farq qilishi kerak. Hozir zamon shuni talab qilyapti. Chunki faqatgina ko'pchilik tushunadiki, kutubxonachilar faqat kitobni olib kitobxonga beradi. Yo'q, unday emas. Kutubxonachilarning ham o'ziga yarasha vazifalari bor. Didi bo'lish kerak, kitob tanlay olishi kerak, majburiyatlari bor, to'g'ri. Shunchaki kelgan insonga bitta kitobni osongina taqdim etib qo'yishdan iborat emas. Kelgan kitobxonda birinchi navbatda qiziqishini o'rganadi, tanishadi, uning maqsadi qanaqa, adabiyotning qaysi janrlariga qiziqadi, she'riy adabiyotlargami, qissagami, romangami yoki bo'lmasa yoshiga nisbatan e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun ishlayotgan kutubxonachilarimiz mana shunday talablarga javob berish kerak. Hozirgi innovatsion g'oyalar bilan, innovatsion yangiliklardan xabardor bo'lgan holda ularga xizmat ko'rsatadigan bo'lsak, bizning xizmatimiz qachonki namunali bo'ladi va muvaffaqiyatli bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimizni xodimlarimizni o'zini ustida ishlasin, ilmiy ijodiy faoliyat olib borish maqsadida mana shu prezidentimizni 9-sonli qarorini ijrosiga qaratilgan Kutubxona malikasi degan ko'rik-tanlov tashkil etdik. Shahar bo'yicha o'tkazdik. O'zimizni tashabbusimiz bilan o'tkazdik. Biz o'tgan yili faqatgina Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazining 7 ta xizmatidan 7 ta ayol qizlarni olib o'tkazgan edik. Juda ham bir qiziqarli o'tgan. Endi bu yil tumanlar miqyosida o'tkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Har bitta tumandan bittadan vakil qatnashdi. Ular 4 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Birinchisi bu tanishuv. Tanishuv qachonki o'zini oilasi, kasbiga bo'lgan mehr, muhabbati yoki bo'lmasa hozirgi ko'rsatayotgan faoliyati bo'yicha va ikkinchisi albatta test sinovlari bo'ldi. Uni bilimdon bo'lish kerak. Kitobxonlarga kerakli, maqsadli kitobni tavsiya etish uchun o'zida fondidagi yoki bo'lmasa hozirgi chiqayotgan yangi adabiyotlardan xabardor bo'lish kerak. Va qolaversa, kutubxonada shunday kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Siz kutmagan vaziyatlar bo'lib qolsa, qanday bu vaziyatdan chiqasiz kabi biz ularga shunday vaziyatlarni taqdim etdik. Ular o'zining aqlidan, intellektual salohiyatidan kelib chiqishi bilan bizga javob berishdi. Masalan, siz tilni bilmaysiz. Sizga ingliz tili nimasidan kelgan mehmon keldi. Siz unda qanday nima qilasiz? Yoki bo'lmasa siz rahbarlik lavozimiga qo'ydik. Sizga hozir mana 100 million berdik. Siz nima qilgan bo'lar edingiz? Qanday sarflaysiz? Qanday sarflaysiz? Va albatta 4-mavzu bo'ldi, bu erkin mavzu. O'zini istidodini she'riy bo'ladimi, sahna ko'rinishi bo'ladimi yoki bo'lmasa qo'shiq, raqs orqali ular o'zlarining istidodini namoyon qiladi. Hafiza opa, kitob o'qimagan inson fikrlashdan to'xtaydi. Albatta. Buni juda katta olimlar aytib o'tishgan. Demak, biz har kuni varaqlashimiz kerak kitob. Shundagina hayot bilan, dunyo bilan hamnafas bo'la olamiz. Hozir kitob do'konlarida yoshlarni ko'rib baribir insonni bahri dili ochiladiki, mana baribir o'qiyapti yoshlar. Kitob do'konlariga boryapti. Savdodan yaxshi kitoblarni sotib olayotgan yoshlarni ko'rib quvonyapmiz. Iloyim, mana shunday yoshlarimiz safi kengaysin va ilmli, ziyoli, ma'rifatli, dunyoqarashi keng, biz qanaqangi ulug' bobolarni, ulug' ajdodlarni avlodlarimiz, shularga munosib bo'lish bugungi kunda har bittamiz uchun ham qarz,
ham ham farz. farz. Xuddi shunday Bu ma'lumotlarning hammasi mana shu kitobda Kitobda mavjud. mavjud. va suhbatimiz yakunida teletomoshabinlarimizga, kitobxonlarga tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Albatta to'g'ri ta'kidladingiz. Kitob o'qimagan inson tafakkur qilishdan to'xtaydi. Shuning uchun har bitta insonga kitob o'qish saodati nasib etsin. Vaqtingiz bo'lmayaptimi? Kamida 10 minut, 15 minut kitob o'qishga vaqt ajrating. Kitob insonni har xil muammolardan qutulishga, asabni tinchlantirishga yordam beradi. Kitob o'qishdan hech qachon tolmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat. Omon bo'ling. Xush kelibsiz Rahmat. deymiz. Yana sizni studiyamizda kutamiz. Rahmat.